Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlarimiz, yana turmushlar, подписчикlarimiz. Yana ish jarayoni ulashib keldi sizlarga. Yana bitta Matiz kelib qoldi. Unga kalpak, oyoqlarni tagiga evakuatorga tashlab berdik. Kalpaklar diskalarni ichiga chiroyli bo'yab, yangi kalpaklarni taqib berdik. Bu ko'rasizlar. Diskalari ham chotki. Mana sepilgan holati. Mana kalpakni bir taqingchi. Подписчикlarga bir ko'rsataylik. Qanaqa turishini Matizga. Turish jarayonlari ham mana. Evakuatorlardan tashlab berdik. Apelsin svetda. Kimga agar shunaqa sifatli xizmatda kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilasizlar. Oldilardan turishi. Diskalarni ichiga chiroyli sepib, chotki yangi qilib qo'ydik. Kimga shuna sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqa qilasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.